Qashqadaryoda hamshiraning xatosi tufayli 2 nafar farzandning onasi vafot etdi. Voqea joriy yilning 3-yanvar kuni Kasb tumani Istiqlol mahallasida sodir bo'lgan. Tuman tez tibbiy yordam stansiyasi hamshirasi bemorga birinchi yordamni ko'rsatgan, ammo ahvoli yaxshilanmagach yaqinlariga dori olib kelishini aytgan. Dori aralashmasini tomir orqali yuborish jarayonida bemor holsizlanib hushini yo'qotgan. Hamshira esa bemorning yaqinlaridan tez tibbiy yordam chaqirishlarini so'ragan, lekin afsuski tez tibbiy yordam kelguncha ayol vafot etgan. Shuningdek, hamshira o'z xonadonida doimiy ravishda bemorlarni noqonuniy davolab kelgani ma'lum bo'lgan. Natijada u 1 yil muddatga hamshiralik faoliyatidan chetlashtirildi va 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.